Reyslarni ko'radigan bo'lsanglar, judayam yosh ko'rinadi. Даже 50-60 yoshdagilar 18 yosh qizdek ko'rinadi. Makiyaj qilsa ham, qilmasa ham yuzi yaltillab turadi. Bu effektni qilish uchun men Seulga uchib keldim. Kelinglar birgalikda klinikaga borib, men sizlarga protsess tushuntirib beraman. Tushunishinglar uchun men Rejuran muolajasini olaman. Bu terini ichkaridan davolaydigan muolajaga kiradi. Rejuran qilishdan oldin shunaqa oq maska qilinar ekan, 10-15 minutdan keyin Rejuran muolajasini boshlash mumkin. Rejuran muolajasi terini tiklaydi, terini tarangligi va zichligini oshiradi, tabiiy yorqinlik, ya'ni glass skin effektini beradi. Undan tashqari bizada bo'ladi qizarish va teri muammolari, shularni tinchlantiradi, sezgir va aknega moyil teri uchun judayam mos muolajaga kiradi. Bu esa men muolajadan keyin, lekin bu 3-4 kundan keyin ketadi, effekti vobshem super. Kelinglar keyingi muolajaga o'tamiz. Water Glow muolajasi bu makiyajsiz ham porlaydigan teri degani. Bu protsedura sizga nima qilib beradi? Teringizni chuqur namlantirib beradi, tabiiy yaltirash effektini beradi. Silliq teri teksturasiga ega bo'lasiz, fresh va yosh ko'rinasiz va eng asosiysi makiyajsiz ham juda chiroyli ko'rinasiz. Oxirgi protseduramiz bu LZM effektli protsedura. Bu maxsus ultradovushli texnologiyaga ega bo'lib, terini ichkaridan tiklaydi va tinchlantiradi. Chuqur namlantiradi, yallig'lanishingiz bo'lsa kamaytiradi, og'riqsiz va xavfsiz protseduraga kiradi. Bu men protseduralardan keyin hozir men sizlarga 2-3 kundan keyin posle effektini ko'rsataman. Bu men posle vobshem klassli protsedura ekan. Даже meni yuzimdagi husnbuzarlik ketdi, makiyaj klassni yotyapti. Hammaga tavsiya qilaman.